Assalomu alaykum. Bugun 4-iyun Sankt-Peterburg Pulkova Grand Sekrda chiqdi akalarimiz bor edi. Mana bu akamiz o'zining boshida o'tgan narsani sizlarga aytib beradi. Qarang aka, siz nima uchun kirdi chiqdi qilyapsiz? Men vaqtida 20 kun oldin Aha. patentni ado bo'lmasdan qilg'izdirish kerak ekan. Firmaga borib doktordan o'tdi. Aha. Men o'tkazib olmadim, vaqti qila olmadim. O'zim 2 kun qolgan o'sha kirib chiqib qilish kerak. Ya'ni- Agar qila olmasangiz, kirib chiqqanlik 3 oylik bo'lib qolar ekan. O'shanga vaqtroq 20 kun oldin kirib chiqib qilish kerak ekan. Patentingizning surog'i bo'lib turib, Ha, srogi bu. 1 oy oldin Grand Sekrda chiqdi qilmay turib ham nima qilish kerak? Podach qilish kerak, a? qilish kerak. Agar o'sha podach qila olmasa, keyin nimasi patent ado bo'lmasdan kirib chiqib qilish kerak. keyin patentni surog'i tugamay turib ham Grand Sekrda chiqdi. Qo'ymasa ekan, 3 oydan keyin kirar ekan. Tuzoq bo'lsa ekan. Ana. Akalar, men ham yana takroran aytaman, mana bu akamizniki, mana patenti. Bu 7-ga ado bo'ladi. O'sha kirib chiqishga usbet qilishim kerak. Bu usbet qilish kerak. Bu akamiz bugun ketyapti. Ya'ni akam aytayaptiki, patentingizda surog'i bo'lsa, 1 oy qolganda srazi podachiga topshirishingiz kerak. Shundaymi? Podach topshirib, patent yana qaytadan olish kerak, shundaymi? Agar sizlar usbet qilmay qolsalaringiz, Grand Sekrda chiqdi qilasizlar, surog'i patentingizni surog'i tugab, Rossiyadan Grand Sekrda chiqdi qilsalaringiz, ya'ni keyin 3 oylikka o'tadi. Ya'ni patent qila olmaysizlar. Uyda 3 oy turib kelish kerak patent qilish uchun. Uyda turib qaytib kelish. Ha, agar uyda turib kelmasalaringiz, Grand Sekrda chiqtirib 3 oy qilib yurasiz. Boshqa ilojingiz yo'q. Boshqa iloji yo'q. Akalar, shu temani tushungan bo'lsalaringiz, patentlaringizda surog'i bo'lsa, ya'ni qilsin, shundaymi? Vovвремя. Aşağı telefon qilsalar yordam beradi. Hammasi yordam beradi. Mana biz shu yerda doim.